6-sentyabr 2025-yil soat 8 da Milliy TV'da Ovsinlar ning 7-seriyasi chiqadi. Bu o'zbek kino muxlislari uchun haqiqiy bayram. Bu serial sevgi, xiyonat va o'zini izlash haqidagi epos bo'lib, o'zbek jamiyatidagi qahramonlar bizning his-tuyg'ularimizni aks ettiradi. Birinchi seriyalardan Ovsinlar Toshkent ko'chalari, palov hidi va maqolli dialoglar bilan meni o'ziga tortdi, ko'z yoshlari orasida tabassum qildiradi. Rejissyor drama va ta'sirli lahzalarni muvozanatlashtirib, qahramonlarni ochadi. Bosh qahramonning begunoh qizdan kuchli ayolga aylanishi, zavq. Aktyorlar shunday o'ynaydi, go'yo tanishlaringiz, his-tuyg'ular oqadi, sevishuvchilar kimyosi chaqnaydi. Serial an'analarni zamonaviy hikoyaga qo'shadi, oila muhimligini ko'rsatadi. Soxtalik yo'q, epizodlar kechirish haqida o'ylatadi. Milliy soundtrek va kiyimlar madaniyatimizni sevgi bilan aks ettiradi. 6-seriyadan keyin Ovsinlar sirlari ochilishini kutaman. Bu shunchaki tomosha emas, o'zimizni topadigan dunyo. O'tkazib yubormang. Milliy TV drama va hazil soatini beradi. Ovsinlar mening favorit 7-seriya epik bo'ladi. Televizorlarni yoqing, do'stlar chaqiring.